Assalomu alaykum Agroto Holding obunachilari, bizni kuzatib boruvchi do'stlar. Mana yaqinda kelgan traktorlarimiz tayyor bo'lmoqda. Bu 76 kuchlik kabinali traktorimiz. Farmlet brendi ostida Deutscher kompaniyasining traktori. Bu 56 kuchlik hisoblanadi. 5 kabina. Bular hammasini oldi tortadi, orqa fumlargacha ishlaydi, 500 ming obrotda aylanadi. Bundan 56 kuchlikdan bor, 76 kuchlikda 5 kabina varianti ham mana tayyor bo'lish jarayonida. Olmang Sherli aka. Oldilariga mana toshlarni qo'yapti. Qolganlari ham xudo xolasa mana navbatdan yig'ilish jarayonida. Do'stlar, shoshilib qolamiz. 76 kuchliklarimiz chegaralangan, 56 kuchligimiz ko'p. Do'stlar, shoshilib qolamiz. Kimga variant kerak bo'lsa variantga qilib beramiz. Kredit bo'lsa kreditga qilib beramiz, naqd bo'lsa naqdga qilib beramiz. To'lov usullari sizlar xohlagancha qilib beramiz.